28-fevral sanasida tug'ilgan qadrli va aziz insonim, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Bugun eng samimiy tilaklarim barchasi siz uchun. Tilaklarni chin dildan ayting. Parvardigor bo'lsin madadkor. Iymoningiz mukammal bo'lsin, hayotingiz o'tsin baxtiyor. Har bir kunga duo qilingki, Alloh umringizni munavvar etsin. Chin yurakdan ne so'rasangiz, Robbim barchasini muhayyo etsin. Qadrbaland, qadrli insonim, doimo o'zingizni ehtiyot qiling.